Aziz hamyurtlar, sizlarda xizmatingizda Toshkentdan Sankt-Peterburg shahariga avtobuslarimiz qatnab boradi. Dushanba va juma kuni. Kimda-kim shunaqa reysiy avtobuslarda to'g'ridan to'g'ri Toshkent xalqaro avtovokzalidan minib, shunaqa komfortabilniy lyuks avtobuslar, eng qiziq davlat avtobuslari ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlaringiz ekranda. Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga avtobus sharoitlariga kelsak, hamma shart-sharoitlariga ega. Eng qizig'i davlat avtobusi. Aka qaydansiz? Assalomu alaykum. Xorazmdan. Xorazmdan kelyapsiz. Sankt-Peterburgga ketyapsiz? Xorazmlik akalarimiz kelaversinmi? Xorazmdan telefon bo'ladi, ishonmayapti aka, primoy reys bor deb. Kelaversin. Xorazmdan akalarimiz kelibdi. U necha ming kilometrdan. Aka qaydansiz? Surxondaryo. Reys to'g'rimi aka? Ishonchliimikan? Ishonsa bo'ladimi reyslarga? Sankt-Peterburg shahariga ketyapsiz. Ha, biz ham o'zi kecha xabar topdik, birdan to'g'ri keldi. Rahmat aka, videoga olyapsiz, rozi bo'lasiz. Akalar, ketmoqchi bo'lgan yo'ldoshlarimizni tavsiya qilamiz. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri. Primoy o'tirasiz, Primoy shahariga borasiz.